Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan o'sha mashhur O'zbekistonga shov-shuvlarga sabab bo'layotgan Volvo texnologiyasi asosida ishlab chiqarilayotgan Geely brendi va modellari haqida to'liqroq va yaqindan gaplashib o'tamiz. Ha, aytgandek, agar siz mashina olishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu video siz uchun foydali. Videoni o'tkazib yubormang. Qani ketdik. Geely kompaniyasi 1986-yil Xitoyda tashkil topgan. Dastlab kichik ishlab chiqaruvchi, hozirgi kunda esa dunyoning eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchi brendlaridan biri hisoblanadi. Eng qiziq tomoni shundaki, Geely Volvo Cars kompaniyasining egasi hisoblanadi. Bu degani sifat, xavfsizlik va texnologiya borasida eng katta tajriba degani. Bu shunchaki yangi avtosalon emas. Bu sifat, texnologiya va ishonchning yangi bosqichidir. Endi bu brend rasmiy tarzda O'zbekistonda taqdim etilmoqda. Geely avtomobillari kimlar uchun mos? Oila uchun qulay va xavfsiz, yoshlar uchun zamonaviy va chiroyli, biznes uchun nufuzli va ishonchli. Qisqasi, bitta avtomobilda ham qulaylik, ham sifat, ham zamonaviylik mavjud. Endi esa bizda rasmiy sotuvda bor Geely modellari bilan qisqacha tanishtirib o'tsam. Geely EX5 modeli elektromobil, to'liq elektrda harakatlanib, tejamkorligi va dizayni bilan shahar uchun ideal tanlov. Geely MI gibrid modeli elektr va benzin dvigateli bilan birga ishlaydi. Yoqilg'i sarfi kam, uzoq yo'llar uchun ideal tanlov. Geely Manjaro premium darajadagi katta crossover, kuchli dvigatel va maksimal komfort va xavfsizlikka boy. Geely Atlas ishonchli va ommabop crossover, oila uchun ideal tanlov. Geely EX2 ixcham va qulay shahar crossoveri, yangi boshlovchilar uchun va ayollarimiz uchun ideal tanlov. Qaysi model sizga ko'proq yoqdi? Izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarimizda batafsil ko'rib chiqamiz. Agar Geely avtomobillari haqida savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring yoki bo'lmasa, quyidagi raqamga qo'ng'iroq qiling. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang.